qarg'uning pilni silishi. Zukamdab qaldingmi, nima? Yo'q, ay. Rostila zukamdab qopsan. Yo'q, zukamdab qolmadim. Emsa tushkiryapsan-ku. Men-chu birni tushkirsam zukamdab qolaman. Sening bu qarshing bek bir taraflimikan. Men qo'lida qovul ham sog'lom tursam, qandoqmi zukamdab qolay? Burun yollig'im qo'zg'ilib qoldi shu. Mundoq-kenda. Ha, odamlarning badan sopasi o'xshash bo'lmaydi. Sen hammaga o'z o'lchiming bo'yicha hukm qilsang, qarg'uning pilni silishi degan tamsildagi qarg'uga o'xshab qolmamsan. Qarg'uning pilni silishi, o nim degan gap? Tez menga so'zlab bera. Rivoyat qilinishicha, qadimki Hindistonda 4 qarg'u o'tgan bo'lib, ular o'zlarini to'liq aqlli chaqlaydi ekan. Boshqa kishilarmi ularni donishmand deyishidi ekan. Bu nima ovoz? Güldürmamının ovozimikin? Güldürmami güldürilgan bilan yomg'ir yog'misi bekoda. Menmo bilmaydigan tursam, sizlar nimani biladinglar? O pilning ovozi ekan. Men pilning ismini anglagan, ammo o'zini ko'rib boqmagan edim. Bugun uningga yaqinlashishga fursat keldi. Bundaq turib silisa, pilning zodi qandoq bo'ladiganligini hech kim bilmaydi. Pil tamga o'xshaydi ekan. U ham yo'g'on, ham takshi. U to'rikka o'xshayotmamdi. Tamga o'xshaydi ekan deysan-ku. Chaqchaq qilib otamsan, nima? Meningcha pil tamg'imi, to'rikkimi o'xshamaydi. U bo'g'milanga o'xshaydi. Hammanglarning degini xato bo'lib qoldi. Pil arg'amchiga o'xshaydi. To'g'ri, arg'amchiga. Qarg'uning pilni silishi degan bu hikoya bizga shuni tushuntirib berdi-ki, shay'larga bir taraflama qarasak bo'lmaydi. Umumiy nuqtadan qaraganda, ondan shay'larni to'liq va atrofli tushungili bo'ladi. Turmushimizda nurg'un kishilar yuqorqi hikoyadagi qarg'ulardek ahmoqona ishlarni qilib qo'yadi. Ular shay'larga bir taraflama qaraganlikdan shay'larning to'g'riligi va obyektivligini tushunishiga ta'sir